Ko'pchilik kommentariyada so'rashibdi, 6 kishilik bilan 5 kishilik Dongfeng 008 ni farqlari nimada o'rtoqlar? Men sizlarga bitta hozir aytib o'taman. Sizlarga ham agar kerak, manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, saqlanib qo'yishni unutmanglar. Xo'p, bularning texnik xarakteristikasi bir xil o'rtoqlar. Bunda ham 1.5 turbo motor, 36 kW batareyka, 215 km elektr zapas hod, undan tashqari gibrid siklda 1200 km masofani bosib o'tishga yordam beradi. Xullas, texnik xarakteristikasi bir xil o'rtoqlar. Po gabaritim ham bir xil. Xo'p, uni farqlari faqat ichidagi ozgina opsiyalarda farq qiladi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bunda ham oranжевый salon, monitor, tablo, 6 kishilikka o'xshagan. Bunda ham 5 kishilik ultra komplektatsiyasi o'rtoqlar, bunda ham eshiklar knopочный bo'ladi. Undan tashqari 2025 mashinaning gод выпускasi. Xo'p, farqi, eng katta farqlardan bunda o'rtoqlar 3-qator yo'q. Bunda 3 kishilik joy orqada, atamankasi bilan. Uni ko'tarsanglar polностью ko'tariladi bir xil bo'lib. Tushirsanglar bo'ladi. Bu tarafga отдельно. Undan tashqari 6 kishilikda bor monitor, холодильник, mikrovolnovka, dotsiylar chiqadi. Farqlari shunda. Navrotlari ham почти bir xil. Bunda ham o'rtoqlar ikkita sidenasida Abduf Abagrev haydovchimizda massaj ham bor. Ko'rishingiz mumkin, massaj sideniya. Abduf Abagrev. Farqlari shunda. Bunda ozgina kapotimiz kattaroq. Bagajimiz deganim. Ko'rishingiz mumkin. Bagaj ozgina kattaroq. Akustikasi ham vansik ekan bunda. Eng katta farqlar shunda o'rtoqlar. Narxi keladigan bo'lsa, bilasizlar, bular bizda skitkada 29500 dan sotilyapti. Polik, zaradchik, rusifikatsiya garantiyalar ichida. Undan tashqari 008 6 kishilik restyalik variantimiz ham bor. Uning narxi 32200. Navbat bir ranglari bor. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.